Odam o'zini o'zi zanjirlab bitta joyda to'xtatib qo'yishi mumkin. Juda ham ko'pchiligimiz shu ishni qilamiz. O'zimizni to'xtatib qo'yamiz, oldinga yura olmaydigan qilib. Buning sababi bizdagi xafachiliklar. Agar biz kimdandir qattiq xafa bo'lsak, norozi bo'lsak, oldinga qarab yura olmaymiz. Chunki o'sha vaziyat bo'lgan joyda turib qolgan bo'lamiz. Unga 1 oy bo'lgandir, 1 yil bo'lgandir, mayli aytaylik 1 kun bo'lgandir. Siz o'sha kechagi kunda hali ham yashayotgan bo'lasiz. Oldinga hech qarab olishni, qadam tashlashni iloji yo'q. Xafachilikdan chiqish uchun o'zingizga savol berasiz. Bu menga nimani berdi? Bu menga nimani o'rgatdi? Va shu hodisadan o'zingiz uchun 15 ta, 20 ta yoki 30 ta xayrli narsani topasiz. Balki sizni kuchli qilgandir, balki sizni o'ylab ko'rishga majbur qilgandir, balki sizni odamlarni tanlashga majbur qilayotgandir. Nimanidir sizga o'rgatgan bo'ladi. Aslida xafa qilayotgan odamlar bizga dars berayotgan bo'ladi.